Happy Gas birinchi marta 2025-yil mart oyida Minecraft Live'da namoyish etildi. Uning o'yinga kelishi o'yinda yangi mexanikani olib keladi. Garchisi uchadigan, minadigan mob bo'lsa ham, bu bir vaqtning o'zida bloklarsiz havoda bo'lish uchun katta platformadir. Do'stona Gaz g'azablangan akalardan farqli o'laroq o'yinchi tomonidan o'stiriladi va bizning o'yinchimizga do'stona munosabatda bo'ladi. Happy Gas jabralarning o'ziga xos ko'rinishini ko'rsatdi. Umuman olganda Gas arvoh emasligini ko'pchilik bilib hayron qolishni boshladi. Bu uning biologiyasi va anatomiyasi bilan to'la to'kis tirik mavjudotdan boshqa narsa emas. Xo'sh, bu aslida nima va ishlab chiqaruvchilar dunyoning eng dahshatli jonzotlardan birini do'stona versiyasini qo'shib to'g'ri ish qildilarmi? Siz Shoqa Play kanalidasiz, qulayroq o'tirib oling va biz Gasling haqidagi Minecraft teoriyamizni boshladik. Agar siz kanalga yangi bo'lsangiz, iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying. Qurib qolgan gasni siz Ruhlar vodiysi deb nomlangan biyomda topishingiz mumkin. Aynan o'sha yerda katta suyaklar bo'ladi va o'shani oldida kichkinagina qurib qolgan gaz ham bo'ladi. Va siz aynan shu biyomda boshqa gazlarni ham topishingiz mumkin. Va ehtimol aynan shu suyaklar gazlarga tegishlidir. Va har bir boshqa jonzotlar kabi gazning ham suyagi bor. Bu haqida biz aynan qurib qolgan gazni craft qilayotganimizda bilib olsak bo'ladi. Men bu craft tarafdori emasman. Men bu o'yinda ortiqcha deb hisoblayman. Chunki quritilgan gazlar va bitta buyum uchun juda ko'p. O'yinchilar soni ko'p bo'lgan serverlarda do'stona gaz yetishmovchiligi paydo bo'ladi. Bundan ko'ra ularni o'zlarini ko'payishga qo'yib berish kerak. Shunda kichkina gazchalar paydo bo'ladi. Va bu gazlar Minecraft Dungeons degan o'yinda mavjud va o'yinda o'sha ancha yillardan beri mavjud. Lekin bu narsani haligacha Minecraftni o'ziga qo'shishgani yo'q. Agar bunga qaramay craftni baribir Minecraftni o'zida qoldirishsa, bu o'ziga qaraganda ya'ni logichliroq. Nimaga desangiz hozir tushuna olasiz. Chunki gazning ko'zlashlari jon to'ldiradigan damlamani craftida ishlatiladi va shuningdek Ender Dragonning kristallarini craftida ham ishlatiladi. Qurib qolgan gaz suv yordamida o'ziga kuch chiqadi va jonlanadi. U uchayotgan suv bug'lanadi va uni uchishga olib keladi. Shuning uchun ham Happy Gas uchishni boshlaydi va uniga ham albatta qor berganingizdan keyin uni ichi harorati issiq bo'lgani uchun erib ketadi va u bug'lanib uchishga olib keladi. Va agar Happy Gasning ichida suv bo'lganda u ucha olmasdi va bu shundan ko'rinib turibdiki, buning ichida bug' bor. Hammamiz bilamizki, Ender Dragonning uchish uchun albatta qanoti bor. Gasda esa u shunchaki bug'lanib turadigan oddiygina shar to'pi kabi. Va bu ko'p odamga tushunarsiz bo'lib tuyulishi mumkin, ammo shoshmang, men bu haqida hozir tushuntiraman. Chunki ishlab chiqaruvchilar bunday mayda narsalarda hech qachon xato qilmaydi. Va rus tilidan tarjima qilinganda achievka mavjud. Gasni nezerdan qutqaring, uning xavfsizligini yuqori dunyoga olib keling va keyin uni o'ldiring degan. Va bu achievka dunyolar urushi deb nomlanadi. Demak, bizning o'yinchimiz bu dunyoga kelishdan oldin gazlar oddiy dunyoda mavjud bo'lgan. Va bu 100% to'g'ri. Gazlar oldin oddiy dunyoda bu shaklda yurmagan. Ular umuman boshqacha bo'lgan. Do'stlar, men sizlar uchun juda ham ajoyib bo'lgan kanal topdim. Bu kanalda siz Minecraft videolarini maza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Kanalda videolar har kuni chiqadi. Shuning uchun albatta kanalga obuna bo'ling. Kanalning silkasi video ostida va izohlarda bo'ladi. O'tib albatta mendan salom deb yetkazib qo'ying. Shunday qilib, Gaz nazarda qamalishdan oldin kim edi? Gaz tarixini topish muammosi shundaki, Ruhlar vodiysidagi kabi ulkan suyaklar oddiy dunyoda mavjud emas. Bu shuni anglatadiki, bunday katta formatdagi gazlar hech qachon yuqori dunyoda bo'lmagan. Biroq ishlab chiqaruvchilar uzoq vaqtdan beri o'yinchilarga gaz kim ekanligini ishora qilishgan. Va shuningdek, Happy Gas bu shunchaki tortning bosh qismidir. Va Happy Gas aslida kim ekanligi haqidagi butun nazariyaga aylandi. Gazlar oyoqchalarga ega. Bu haqiqat. Bu sirli mavjudotlar haqida biz biladigan kam sonli narsalardan biridir. Biroq bu kichik fakt bu mobning butun o'tmishini juda kuchli ochib beradi. O'yin dunyosida oyoqchalarga ega bo'lgan moblar unchalik ko'p emas. Bularga kiradi sprutlar va gazlarning o'zi. Bu ikki mob juda farq qiladi va bu to'g'ri. Chunki bular o'sish uchun mutlaqo boshqacha sharoitlarga ega edilar. Ammo agar siz Minecraft Dungeonsga qarasangiz, yangi tug'ilgan shaxs sifatida gaz kublari va sprut kublari mutlaqo bir xil shakllarga ega. Ushbu modellar to'g'ridan-to'g'ri o'yindan olingan. Do'stona gaz, sprut va gaz o'rtasidagi o'xshashliklar to'plamini to'ldirdi. Chunki quritilgan gazni jonlantirish uchun shifobaxsh ko'z yoshlari shaklida suv kerak va oddiy suv tufayli keyinga o'sish mumkin. Bu sprutlar haqiqatan ham faqat yuqori dunyoda suvda yashashi bilan qo'llab-quvvatlanadi. Ya'ni ular ma'lum bir vaqtda nezerga tushib qolishgan. Bundan tashqari kalmarning jabrasi bor, chunki bu suvosti jonzotidir. Gazning ham jabrasi bor va bu dunyoning qurg'oqchil ilqimi uchun odatiy emas. Agar gaz uchun mahalliy o'lchov quruq bo'lmagan bo'lsa, unda jabralari hech qachon paydo bo'lmasdi. Gaz qandaydir tarzda suv va yuqori dunyo bilan aloqador
bor haqida juda ko'p dalillar mavjud. Unda oyoqchalar va jabralar mavjud. Shunday qilib, keling gazlar Nezerga qanday yetib kelganini batafsil ko'rib chiqaylik. Sprutlar Nezerga portallar orqali juda uzoq vaqt oldin kelgan. Bu portallar piglinlar tomonidan kashf etilgan. Birinchi sivilizatsiya bo'lgan piglinlar hamma juda yuqori dunyoda yashagan. Asosan yer osti, chunki ular haqiqiy metallurglardir va qulaylik uchun ular ruda yonida yashashlari kerak edi. Bunday portallarga yer osti ko'llarda yashovchi sprutlar osongina kirishlari mumkin edi. Gazling faqatgina Nezerga tasodifan kirib kelgan sakkizoyoqlarning gazga aylangani haqida nazariyaga qo'shimcha qiladi. Bu darhol sodir bo'lmadi. Nezerga tugatilgan deyarli barcha sakkizoyoqlar quruq iqlim tufayli nobud bo'lgan. Biroq ruhlar vodiysiga olib boruvchi portalga kirish baxtiga muyassar bo'lganlar tirik qoldi. Boshqa biyomlardan farqli o'laroq ruhlar vodiysi sovuqroq iqlimga ega, chunki shiftdan oqayotgan lava bu yerda qotib qoladi. Gazlar nima uchun bunday o'lchamga ishiradi degan savolga javob juda oddiy. Kalmarlar ichkaridan suv bilan to'ldiriladi va ular Nezerga tushganda suv har qanday biyomlarda bug'lanadi, bo'lganlanadi va yuqoriga uchadi. Kalmarda bug'langan suv hech bo'lmaganda uni kichik holatga keltirdi. Kalmarlar ulardagi suv gazsimon holatda bo'lganligi sababli omon qolishdi va bu ularga shishgan shar kabi havoda harakat qilishlariga imkon berdi. Ammo shuni yodda tutingki, ular o'sha paytda hozirgidek katta bo'lmagan. Gazning chegaralanishi xuddi kalmar va yaqinroq bog'liq bo'lgan meduza singari taxminan shunday sodir bo'ldi. Omon qolgan sakkizoyoqlar aksariyati ruhlar vodiysida bo'lganligi sababli ular ko'payish uchun tuxumlarini jon qumiga va jon tuprog'iga qo'yishgan va ekranlaringda ko'rgan bu sikl sodir bo'ldi. Eng muhimi, nima uchun bu gaz quvnoq, bunisi esa g'amgin. Gap shundaki, bunisi suv bilan to'ldirilgan, ikkinchisi esa qalblar qumidan paydo bo'lgan ruhlar bilan to'ldirilgan. Butun Minecraft dunyosini g'azablantirgan qayg'uli ruhlar bilan to'lgan va o'sib chiqqan gaz doimo qayg'uli va o'yinchimizni o'ldirmoqchi bo'ladi. Shu bilan do'stlar, videorolik o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying va unda do'stlar keyingi videolarda ko'rishguncha